Ko'p erkaklar birinchi kechada eng katta xatoni qilishadi. Yaqinlikni boshlashadi, lekin bunga ayolini tayyorlashmaydi. Natijada ayol kishi lazzat olmaydi. Bugun ushbu videoda ayol kishini qanday qilib orgazmga yetkazishlikni aytib o'taman. Bu video kim uchun? Bu video yangi turmush qurgan juftliklar uchun. Ya'ni jinsiy yaqinlikni tubdan o'rganmoqchi bo'lgan erkaklar uchun. Ushbu videoda siz ayol kishini qanday qilib chimilliqda tayyorlash, orgazmga qanday yetkazishingiz mumkinligi haqida ma'lumot olasiz. Birinchi navbatda erkak kishi o'zini chimilliqqa tayyorlash kerak. Ya'ni jismoniy va ruhiy tomondan tayyorgarlik ko'rish kerak. Jismoniy tomondan o'zini tarab, yuvinib, tozalanib, keyin chimilliqqa kirish kerak. Ruhiy tomondan esa asabiylashmasdan, stressga tushmasdan yoki-da vahimaga tushmasdan chimilliqqa kirish kerak. Chimilliqqa kirgandan so'ng esa erkak kishini o'zini og'ir bosiq tutish kerak. Ya'ni ayol kishiga sirazu tashlanib olish kerak emas. Birinchi navbatda ayol kishini tayyorlash kerak. Chimilliqqa kirgandan so'ng erkak kishini o'zini og'ir bosiq tutib, ayol kishiga sirazu tashlanmasdan ayol kishini holatini baholash kerak. Ya'ni agar ayol kishi stressda bo'lsa, uni oldiga borib, ochiq muloqot, yaqinlik, o'pish kerak, silash kerak, qo'ldan ushlash kerak va shirin shakar so'zlar gapirish kerak. Shunda ayol kishi o'zini komfort his qiladi. Va yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Siz pornografik filmlarni real hayotga taqqoslamang. Ya'ni pornografik filmlarda ularda aktyorlar bo'ladi, ssenariy bo'ladi va montaj bo'ladi. Real hayotda esa birinchi navbatda noziklik, sekinlik va ayolingiz bilan kuchli muloqot bo'lish kerak. Va o'z navbatida esa yaqinlikdan oldin ayolingizni tayyorlashingiz kerak. Ya'ni yaqinlikka tayyorgarlik qana bo'ladi? Ayol kishi stress holatida bo'ladi. U stressini yengish uchun siz o'zingiz oldiga borib, aytganimizdek, muloqot qilib, ochiqchasiga gaplashib, qo'lidan silab, belidan ushlab, quchoqlab, o'pib, stressini kamaytirasiz. Va shundan so'ng ayol kishi stressdan xalos bo'lgandan so'ng jinsiy yaqinlikka tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Jinsiy yaqinlik boshlangandan so'ng bu yerda ham siz asta-sekinlik bilan, ya'ni shoshqaloqlik bo'lmaslik kerak. Ayol kishini stressdan xalos qilganingizdan so'ng siz jinsiy yaqinlikka kirishishingiz mumkin. Jinsiy yaqinlik boshlangandan so'ng ayol kishini orgazmga yetkazishga shoshilish kerak emas. Chunki ayol kishi orgazmga yetish uchun kamida 15-20 daqiqa o'tadi. Ayol kishida jinsiy yaqinlikning birinchi freksiyasi har doim og'riqli bo'ladi. Chunki ayol kishida qizlik pardasi yirtiladi. Qizlik pardasi yirtilgandan so'ng ayol kishi sekin asta lazzat olishni boshlaydi. Shunda siz harakatingizni davom ettirib, ayol kishini sekin asta orgazm hissiga olib borishingiz mumkindir. Qizlik pardasi olingandan so'ng ayol kishidan qon kelishi mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas. Bu tabiiy fiziologik holat. Bundan keyin esa ayol kishida o'zi lazzat olish jarayoni boshlanadi. Shu yerda ham bir narsani aytib o'tishim kerak. Ayol kishini qizlik pardasi olingandan so'ng qaltis va qo'pol harakatlar qilish kerak emas. Chunki qaltis va qo'pol harakat qilinsa, ayol kishida diskomfort va og'riq chaqiradi. Va bu o'z navbatida ayol kishini psixologiyasiga ta'sir qiladi. Ya'ni ayol kishi erkak kishiga nisbatan hamda jinsiy aloqaga nisbatan bezilib qolishi mumkin. Endi eng muhim savol, ayol kishini orgazmga qanday qilib yetkazish mumkin? Ayol kishini orgazmga yetkazishning bir necha usullari bor. Birinchi navbatda ayol kishi bilan jinsiy aloqa payti ham ochiq muloqot qilish kerak. Ya'ni ayol kishidan so'rash kerak, qo'rqmaslik kerak. Bu ushbu poza yoqyaptimi, yo'qmi? Agar poza yoqmayotgan bo'lsa, ayol kishiga komfort sharoit yaratib berish kerak. Ikkinchidan, siz o'z fikringizni jamlab olishingiz kerak. Ya'ni siz ayol kishini orgazmga yetkazishim kerak degan fikrdan xalos bo'lishingiz kerak va jarayondan lazzat olishingiz kerak. Unutmang, keyingi jinsiy hayotingizga birinchi jinsiy aloqa juda ham bog'liq va muhim. Sababi, birinchi tunda bo'lgan jinsiy aloqa ayol kishini xayolida butun umrga qoladi va bu keyinchalik bo'ladigan jinsiy hayotda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling va keyingi videolarimiz qaysi mavzuda bo'lishini xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring.